Sizlarni o'zimizni qarindoshlarimizni yaxshi ko'rganda yaxshi ko'ramiz. Vaqtimizga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlarga boshqa aytdik ekan. Xo'p. Azrimiz sizlardan chiroyli qarsak bo'lsin menga tavachchasiga. Endi bitta qarsak bilan ish bitmaydi. Ana bu o'rtani o'zimiz to'ldirib oldik-da. Anvar Sanay bilan Ortiq Sulton chekkada qolib ketdi, o'zimiz to'ldirib oldik. Mayli, rasmga tushish kerak, boshqa qilish kerak, hammasini bir tartibini dasturning ajoyib boshlovchisi. Bir necha yillar davomida elimizning, xalqimizning xizmatini qilib kelayotgan Urgutning faxri va g'ururi Ortiq Sultonovga navbat. Marhamat. Rahmat. Salomat bo'linglar. Endi san'atkorning eng oxiri o'zini yurti tan oladi-da. Mana Toshkentga 2000-yil borgan bo'lsa, 26 yil deganda endi mana o'zimizning xalqimizdan, o'zimiz yurtimizdan ham yaxshi gaplar eshityapmiz. Bu YouTube. Salomat bo'linglar. Chalinamayli qarsa chalib qo'yilibdi, chiroyli qilib. Nishonbon rahmat. Nishonbonni biz endi yaxshi taniymiz, akalarini hurmat qilamiz. Juda katta ijodkor. Sherali Jo'rayev haqida shunday bir maqola yozdilarki, Sherali Jo'rayev rahmatli joylari jannatda bo'lsin. Shu yigit to'yiga ataylab kelib xizmat qiluvdi. Biz ham kelganida eslaringda bo'lsa katta bir to'y bo'luvdi. Men o'ylayman bugungi zapislar u kishiga yetib boradi. Maqsud Jonxonov deb katta bir gazetaning bosh muharriri hozir, katta ijodkor bo'lgan hozir. Ko'z tegmasin. O'g'ilni yaxshi ko'ramiz qandaydir, ha? Bizda xalqimiz shunaqa bir odat bor. O'g'ilni yaxshi ko'radi. Xotin qiz tug'sa urushadigan erkaklar bor. Aytib qo'yay. Ayollar sizlar ham eshitib qo'yinglar. Agar erkak zolim, janjalkash bo'lsa, birinchi o'g'il tug'iladi enani himoya qilish uchun. Agar xotin zolim bo'lsa, janjalkash bo'lsa, qiz tug'iladi otani himoya qilish uchun. Lekin o'g'ilni yaxshi ko'ramiz, baribir o'g'il tug'ilsa, yurishlar o'zgarib qoladi. Dadasini ko'rsa, "Dadu, o'g'il, xuddi dadasi o'g'il ko'rmaganday." O'g'il tug'ilgan ekan, xotin aytdi, "Akam eski kitoblarni varaqlaydi. Boray, shu kitob yuzidan bir chiroyli ism qo'yib bersin" debdi. Borgan ekan, akasi kitoblarni varaqlab, kitoblarda Abdurahmon, Abdulloh degan ismlar kelgan. Abdulloh qo'yinglar debdi. Bir yildan keyin yana o'g'il tug'ilgan ekan, "Ne'matini beribdi-ku, Ne'matulloh qo'yinglar" debdi. Bir yildan keyin yana o'g'il tug'ilgan ekan, "Qudratini beribdi, Qudratulloh." 9 ta o'g'il tug'ilibdi oldindan keyin, endi 9-chisiga akan oldiga borish deb bet yo'q. Sen bor, sen bahayga birga boramiz deb kelib, aka yana bitta ism kerak bo'lyapti. O'g'il nima qiz bo'lsa, o'g'il 9-chi o'g'il bo'ldimi, ha? Nima deb qo'yay otana desa, "Astag'firulloh" deb qo'y debdi. Bu yerda bo'lish kerak-da. Men menga ko'pchilikdan nima uchun ismingiz ortiq, qayringizda ortiq? Meni ortig'im yo'q. Men 8-o'g'ilman-da. Men tug'ilgan paytda otam shunday kirganda-yu, "Mana shu o'g'ling ortiq bo'ldi" degan. Mana shuna ortiq ketganmiz. Ko'pchilik so'raydi ortiq. Rost kelsam, hamma mendan Zokir so'raydi, "Sheringiz qani? Ajrashib ketibsizlar" deydi. Men aytdim, "Ajrashdik" dedim. Nimaga dedi? Men aytdim, "20 yil birga yurdik, farzand bo'lmadi" dedi. Ajrashdik endi u ham erga tegdi, men ham uylandim. Ko'ramiz endi qani kimda aytdi, endi ochilardi. Bittasini 9 ta o'g'li bor ekan. Yonidagi hamshiyani bitta o'g'li bor ekan. Oldiga chaqirib, "O'g'il bo'lgan sen" deb aytadi. "Voy, 2 etajlab imorat qurib berib qo'yibman. Tagingga mashina berib qo'y. Mana 9 ta kokani qara, ey, qorni to'yib ovqat yemaydi shular. Otani hurmatini qara, yerga qo'ymasdan otani qo'lda ko'tarib yuribdi. O'rnaga o'shalardan" degan ekan. Shahl bilan bo'yam kelib 9 ta kokaga chaqbaqa 9 olgan. Qatarga tur debdi. "Nima otangni qo'lda ko'tarib yuribsan? Yerda yurolmaydimi otang?" desa, "Yuradi" debdi. "Ha, yursa qo'y yerga." Sen aka bizni otani yerga qo'yib bo'lmaydi. Nimaga desa, "Yerga qo'ysa ko'payib ketyapmiz" deymiz. 9 ta qizi bor ekan. 10-chiga endi o'g'il bo'lar deb niyat qilgan ekan. Pop deb 10-chiga qiz tug'ilibdi-da. Miyaga qon quyilgan xotinni so'kayotgansan. Sen xotin emas, kichkina ko'pay ekansan o'ylab ko'rsan. Ular o'ldi ham qiz tug'adimi? Qaynonasi kelgan ekan, qizini yoniga olib chiqdi. "Kuyov, o'pkani bosib oling. Gap dehqonda" debdi. Arpa ekkan arpa bo'ladi, bug'doy ekkan bug'doy bo'ladi. Dehqon zo'r bo'lish kerak desa, uni ham miyasi qizib turibdi. Dehqon zo'r, yer sho'r deymish. O'g'ildir, qizdir, iloyim hech kimni tirnoqqa zor qilmasin. Bersin. Bizda o'zbek pulini qancha deb so'ramaydi. "Bolang nechta" deydi. 5 ta, 6 ta desangiz, boy ekansiz deydi. Yoki aytadi, "Kambag'aldi, bolasi yo'q ekan" deydi. Yetib bersizlarmi? Boylik so'zini asl farzand ma'nosi bu farzand.
Shuning uchun o'g'il bersin, qiz bersin, berganda ham shunday bersinki farzandlarimiz bor. Men shu bugungi kundagi farzandlardan juda minnatdorman ko'pchilik. Ali u yoq deydi, to'g'ri. Masalan, bizda ota-onamiz tarbiyalagan, bularni hozir internet tarbiyalayapti-da. Farqi bor. Lekin yomon emas. Bittasi birinchi sinfga borgan ekan, boy savolga javob beraveribdi. Ma'lum qo'lda ushlab, direktorning oldiga borib, o'rtoq direktor, mana bora birinchi sinfga kelgan, hamma narsani bilar ekan. Mana so'rang, savol qiling desa, direktor ham sal bandroq ekan, 5 kere 5 desa, 25 debdi. Kitobni berib o'qisa, sharlat o'qigan ekan. Durust ekan, 2-sinfga o'tkazinglar degan ekan, ma'lum aytibdi, to'xtang o'rtoq direktor, siz buni bilimini sinadingiz. 2-sinf uchun dunyo qarashini sinashimiz kerak. Men 3-4 ta menga bir mantiqiy savollar beray, javobiga qarab qaror qabul qilamiz. Xo'p, bering debdi. Mantiqiy deb urg'u berganim, mana shu turganlarcha bitta yarim odam topmasa topolmaydi u mantiqiy savolning javobini. Sinab ko'rayinmi? O'ng tomonga burilayotgan moshinda qaysi baloni aylanmaydi? Zapaska, bor ekan yoshlarni topyapti mana. Zapaska. Nima uchun erkaklarda peshonasiga ajin mundaysiga, ayollarga munday tushadi? Bormi biladigan? Yo'q-a? Diqqat qarab turasizlar. Yer ishdan kelganda xotin qovoq bilan qutulaba tushdi. Ko'ryapsizlarmi mana? Qovoqda pulxona deydi. Diqqat, endi ko'zi kattalashar ketdi. Ko'rdingizmi? Qaysi pul deydi-da. Aslida mantiqiy savol, ma'lumot savol berishni boshlatdi birinchi sinf bola ekan. Xo'sh, seni burugingda ichida bor, menikida yo'q. Nima debdi? Qissa debdi. Cho'ntak to'g'ri debdi. Ikkinchi savol, ayollarda ikkita sigirlarda 4 ta bo'ladi. Nima? Oyoq debdi, to'g'ri debdi. Uchinchi savol yomon charqiltiradigan savol bo'pti. Qayerda debdi? Erkaklarda sochi eng jingalak bo'ladi degan ekan. Afrikada debdi, to'g'ri debdi. Mana o'rtoq direktor bemalol 3-sinfga olsa bo'ladimi desa, direktor aytib bundan 5 ga olarmini debdi. Nimaga siz savol javobini men ham bilmas ekanman deymish. Ana shunday iqtidorli bolalarimiz ko'paysin baxtimizga. Hozir dunyo eshigi ochildi. Xohlagan joyingizga borasiz. Chempion bo'laman desangiz ham xohlagan qaysi kun televizordan ko'rsatyapti, suv ostida uzoq turish bo'yicha musobaqa bo'lyapti. Birinchi bo'lib amerikalik chiqdi aka. Shunday chiqib, sho'v o'tib suvda kirib 2 minut turdi, hamma qoyil qoldi. Amerikada qanday yerishdingiz dedi, mashqlar bilan dedi. Endi undan zo'ri yo'q deb turdi, bir neger chiqdi, o'zi ham bir 5 ta negerni bitta qilganda. Sho'v deb kirdi, yarim havuz suv chiqib ketdi. 5 minut turdi va neger suv tagida. Hamma qoyil qoldi, neger ekan. Qanday yerishdingiz dedi, mashqlar bilan dedi. O'zimizdan bir yigit borgan ekan, chopon, salla haligi yaxtang ishtonlardan chiqib keldi. Ve şey çopan diye içip, sallan içip, işte o yaktakta şov kırıp gitti, vay! 20 minut yok! Halbuki ve çok bitti, yok şu dedi, ya çökmeydi, vurguttam, çökmeydi dedi. Yarım saat degende çıktı. Qanday yerishdiğiniz dedi, mashqlar bilan dedi. Jo'rasida saçoqni beradi ve yarım saat suvdaydi. Qanday turding dedi, padargalar ishtonlashib qoldi deydi. Hazil, chini, iloyim har birimiz uyimizdan chempionlar chiqsin. İlohim yurtimiz chempionlar yurti bo'lsin. Mana boksni qarang. Eng xursand bo'ladiganim mana futbol bo'lar ekan-ku, ay. Mana jahon chempionatiga rahbarli Hojiboy akam marojni hozir qildi, yo'q. Men shu yil niyat qilib turibman, ko'rasizlar, jahon chempioni bo'ladi. Nima uchun? Oldin bizlarda futbolchilarcha tepa degani yo'q edi. O'g'iraydi tepilmasdi. Hozir mana Eldor Shomurodov, ana Abbos Fayzullayev qarayli 5-6 odam uchun tepib borib tashyapti. Butun dunyoga hozir davr solyapti. Husan Abdulqodir Husanov nasib bo'lsa chempion bo'ladi. Ular chempion bo'lgandan keyin mana bu stadionlar ham haqiqiy stadionga aylanadi. Mana o'zi men uchinchida ko'rganim chizig'i bor ekan, bu maktabnikida bor, ha? Chizig'i bor ekan, mana qarang, uchinchida yo'q. Salomat bo'linglar. Bugun haqiqiy bayram bo'ldi. Men o'ylayman, bugun faqat Mangutovot emas, bu yoqda atrofdagi hamma qishloqlardan kelib xalq ko'rdi. Buni an'anaga aylantirishimiz kerak o'rtoqlar, chunki bayramlar ichida eng yaqini, eng ulug'i yangi yilimiz mana shu bayram. Boya boshida aytdim-ku, hozir qishloqlarda an'anaga aylangan o'sha 81-yildagi 82, 83 Qashqadaryoda shunday bo'lganki, faqatgina bayram qilib, osh qilib nima qilmaydi. Qishloqda kamini ham qilib beryapti. Masalan, bir nochor odamni dorisini olib berayotgandir. Bir yo'lini qilib berayotgandir, bir maktabni bir narsasini qilib berayotgandir. Ana shu an'ana yurtni obod qiladi. Shunday ekan, bu an'anani davom etishimiz kerak.
ko'paytirishimiz kerak. Men o'ylayman qo'shni qishloqlar ham o'rnak oladi. Nima tajriba kerak bo'lsa, mana kelaverasizlar, Raisbod bilan tajriba qildilar. Bu Raisboddan maslahat so'raverasizlar, artist kerak bo'lsa bizga aytaverasizlar. Men bu yigit meni akamning o'g'li. Bizda endi qishloqda juda 5-6 ta qarindoshlar artistlik oson ekan deb artistlikka o'qidi-yu, lekin hammasi yarim yilda ketib qolaverdi. Mana shu yerda davom ettirib kelyapti bugungi kunda. Nasib bo'lsa bu yigitni hozir eshitib ko'rasizlar, ma'qul bo'lsa to'ylarga aytaverasizlar, mana bir qadam. Ana kelaveradi. Sizlarga sog'lik salomatlik, endi hamma davraga o'ynaymiz bu yerga. Jahongir Qurbonov Sultonovmi? Sultonovmi? Kompyuter mashinada. Mashin kompyuterda emasman. Tezlashtirdim hozir. Keyin yana bir yigit menga boya kelib uchiruvdi. Men shu qishloqdanman, men ham qo'shiq aytaman deb. Hojiba ulanganmi? O'zi men bir qo'shiq aytib beraman sizlarga. Onalarga bag'ishlanadi birinchi qo'shiq. Men o'zim 3 taman begona qo'shiq aytaman-da, qolgan hammasi o'zimniki. Davralarda o'ynasin enam degan qo'shiq bor-ku. Shuni aytamiz. Qani hoji onalar, ayollarimiz davraga, erkaklar sizlar salmay turib tomosha qilyapti. O'ynab bargashib deysizlar. O'ynashni bilasizlarmi? Bilmaysizlarmi o'ynashni? Noqonuniy xotin o'ynashda. Qonun. Qo'y. Ketdik. Qarsaylar bilan. Baxti davlat boshimdagi toj, kuy alanga yagar dilxiroj. Baxti davlat boshimdagi toj, kuy alanga yagar dilxiroj. Farishtadek yoyib keng quloch, davralarda o'ynasin onam. Farishtadek yoyib keng quloch, davralarda o'ynasin onam. Bolam debam bo'lar fidoyi, orzulari qoqtir samoyi. Bolam debam bo'lar fidoyi, orzulari qoqtir samoyi. Gapiring. Davralarda o'ynasin onam. Hamma bayramga davralarda o'ynasin onam. Jonim qo'rqmas bahodir, ona duosiga hammaga qodir. Boyuka jonim qo'rqmas bahodir, ona duosiga hammaga qodir. Gapiring. Gapiring. Bayram bo'lyapti, bayram. Davralarda o'ynasin onam. Xizmatda ulayim hozir, davralarda o'ynasin onam. So'zi ushkur, nafaslari o'q, yuragida tafti so'nas cho'q. So'zi ushkur, nafaslari o'q, yuragida tafti so'nas cho'q. Boshim yigib qilay qulluq, davralarda o'ynasin onam. Boshim yigib qilay qulluq, davralarda o'ynasin onam. Baxti davlat boshimdagi toj, kuy alanga yagar dilxiroj. Baxti davlat boshimdagi toj, kuy alanga yagar dilxiroj. Farishtadek yoyib keng quloch, davralarda o'ynasin onam. Davralarda o'ynasin onam. Davralarda o'ynasin onam. Davom etamiz endi o'zimni qo'shiqlarimdan. Hali qizlar, kelinlar. Ketdik.